Buni ana qo'yadi. Bu yoqdan chiqib ketgan mashina urgan. Toshkent viloyatining Chinoz tumanida yo'l patrul xizmati inspektori davlat raqami yechib olingan avtomobilda yo'l transport hodisasi sodir etgani ma'lum bo'lgan edi. Mana men Bardordan sakrab kelganda Cobalt. Bu yoqdan kelayotgan bo'lgan Samarqandga qarab. Mana. Esib qo'yibdi deb ayzirlar bor. Qo'yibdi bor. Mana eshiklar ichkarida ekan. Bular bolalar yordam berib lomlarda chiqarishdi-da. Ichkariga ezilib qolgan. Yo'ldan. Shofyor qochib ketibdi, yordam ham bermasdan. Gaishni egandi. Daryoga murojaat qilgan jabrlanuvchilarning aytishicha, voqea aybdori yo'l patrul xizmati inspektori bo'lgani bois muammo bosti qilinishi mumkin. Davlatning aynan shu yo'l harakati xavfsizligiga javobgar bo'lgan xodimi bila turib qo'pol qoidabuzarlik sodir etgan holda odam o'limiga sababchi bo'ldi. Uni jazolashga mas'ul vazirlik va mas'ullar esa uning aybini yopishga urinmoqda, deydi marhum haydovchining otasi Xayrullo Ubaydullayev. Murojaatchilarning ma'lumot berishicha, yo'l patrul xizmati inspektori ishtirokidagi yo'l transport hodisasi 2025-yilning 12-avgust kuni soat taxminan tongi 5:30 larda sodir bo'lgan. Yo'l patrul xizmati inspektori Davron Yo'ldoshev ertalab Toshkent shahrining Chilonzor tumaniga ishga shoshib ketayotganligi uchun avtomobilning davlat raqamini yechib olib, Toshkent-Termiz yo'lining Chinoz hududidagi yuk avtomobilini noto'g'ri quvib o'tib, boshqaruvni yo'qotgan hamda Toshkentdan Samarqandga ketayotgan 1987-yilda tug'ilgan Fayzulla Ubaydullayev boshqaruvidagi Gentraga urilgan. O'g'lim Ubaydullayev Fayzulla 12-avgust kuni oilaviy ikkita qizi, o'g'li, ayoli bilan Samarqandga ziyoratga yo'lga chiqqan edi. U Chinoz tumaniga 5:30 larda yetib borganda GAI xodimi Yo'ldoshev Davron GAI formasida o'zini shaxsiy Cobalt mashinasida nomerlarini yechib olib, juda katta tezlikda ikkita mashinani quvib o'taman deb mashinani boshqara olmasdan o'rtadagi balandligi 1,5 metr keladigan, eni 1,5 metr keladigan beton to'siqdan sakrab o'tib, qarama-qarshi yo'lga chiqib, o'g'limning mashinasiga urilgan. Natijada o'g'lim vafot etdi. Bir navaramni oyog'i sindi, bittasini ko'ziga shisha siniqlari tushgan, ayoli yuzidan jarohat olgan. Marhumning yaqinlariga ko'ra, yo'l patrul xizmati inspektori xodimi o'sha kuni xizmat kiyimida bo'lishiga qaramasdan, jabrlanuvchilarga birinchi yordamni ko'rsatmay, voqea joyidan qochib ketgan. Shofyor qochib ketibdi, yordam ham bermasdan. Gaishni egandi. O'g'lim yo'l transport hodisasi natijasida mashinaga qisilib qolgan. Shu holatda ma'lum bir vaqt qolib ham ketgan. Katta nabiram mashinadan tushib, baqirib odamlarni yordamga chaqirgan. Yo'l patrul xizmati inspektori shu paytda ham telefonda gaplashib o'tiravergan. Ko'p o'tmay uning yoniga Damas avtomobili kelgan va uni olib ketgan. Yangiyo'l tuman shifoxonasiga kechiktirilib yetkazilgan o'g'lim shifoxonada vafot etgan, deydi Xayrulla aka. Marhumning yaqinlari yo'l patrul xizmati inspektori kasbiga noloyiq ekanligini aytmoqda. GAI xodimi Yo'ldoshev Davron ishga kirayotganda forma kiyib qasam ichgan, davlatga, xalqqa xizmat qilaman deb. Bu davlatga qasamiga xiyonat emasmi? Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev yo'l xavfsizligi uchun juda katta milliardlab pullar ajratyapti, qarorlar chiqaryapti yo'l xavfsizligi uchun. Bu prezidentni qarorlariga qarshi chiqish emasmi? Yo'l harakati bu nima? Yo'l harakati qoidalari bu nima? Oddiy xalq uchunmi? U GAI xodimi bir yilda 13 marta narusheniya qilgan ekan. Tezlik qoidasini buzgan ekan. Bu bizani bilganlarimiz. U yo'l qoidasini buzmaganda
bizmaganda 3 ta bola otasiz qolmas edi. Avariya paytida unga hech narsa qilmagan. U telefonda gaplashib, yordam bermasdan voqea joyidan ketib borgan. Daryo jurnalisti yo'l patrul xizmati inspektorining xatti-harakatiga nisbatan rahbariyati tomonidan qanday chora ko'rilgan yoki ko'rilmagani bilan qiziqdi. Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati matbuot kotibi Zoir Yo'ldoshev jurnalist savolini eshitar ekan, xodim taqdiri nima bo'lgani bilan qiziqib ma'lumot berishni aytgan bo'lsa-da, va'dasida turmadi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi matbuot kotibi Qahramon Xudoyberdiyev esa jurnalist savolini e'tiborsiz qoldirdi. Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati rahbari Shohruh G'iyosov bo'lsa, xodim yo'l transport hodisasini sodir etishdan avval ishdan bo'shatilganligini ma'lum qildi. Biroq u ham jurnalistning xodim qachon va nima sababdan ishdan bo'shatilgan degan savolini ochiq qoldirdi. Haydovchi sobiq xodim bo'lgan. Hozirda Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda, deydi mas'ul. Marhum haydovchining otasi Xayrullo Ubaydullayev nabirasi o'sha kuni Cobalt haydovchisi yo'l patrul xizmati inspektori formasida ekanligini ko'rganini, shuningdek, voqea ustiga kelib qolgan fuqarolardan biri ham buning guvohiga aylanganligini aytmoqda. Daryoga taqdim qilingan videolarning birida voqea guvohi bo'lgan fuqaro yo'l transport hodisasi sodir etilganidan so'ng taxminan 5 daqiqa o'tgach voqea joyiga yetib borganligini, Cobalt haydovchisi yo'l patrul xizmati inspektori formasida bo'lganini, shuningdek, unda yo'l patrul xizmati inspektorlarining maxsus tayoqchasi ham borligini ko'rganligini qo'shimcha qilgan. Biz to'xtab kelganimizda keyin endi tushdi. Alani qizcha. Anuchi. Ha, u Cobalt. Ana bu Cobalt o'rnida o'tgan betonni ko'rdingizmi? Shu betonda o'tiradi. Ustiga ketib-bordi. Keyin telefonini oldi, uning ichidan telefon qildi, kimgadir shu orqaga o'tib, mashinaga o'tirib surib ketdi. 16damish. Onasini sizga 16ga borsa 16da bo'lmaydi. Agar risotga yozib qo'yishmagan bo'lmasa. Og'ir bir mashina ham odamlar bormidi? Bitta o'zi bo'lgan. Bitta o'zi bo'lganmi? Bitta o'zi. Gayi u. Formada bo'lgan-a? Ha, formada bo'lgan. Forma, qalqa. Qalqasi ham bormidi? Ha. Cobalt bez nomermidi? Ha, bez nomer. Nomerini qayerdan bildinglar keyin? Nomerini ichidan olib, damasga solib-ku. Shu masala bo'yicha mas'ul idoralardan aybdorga qat'iy qonuniy chora ko'rishlarini so'rayman, deydi Xayrulla aka. Bu GAI xodimini oilamizga keltirgan ma'naviy, ruhiy, iqtisodiy zararlar juda cheksizdir. Ota-onasi shu bolalarni o'qitamiz, uyli joyli qilamiz deb yurgan edi. Ayniqsa bolalarga keltirilgan ruhiy, iqtisodiy zarar hisobiga yetib bo'lmaydi. Shu masala bo'yicha mas'ul idoralardan shu masalaga qat'iy qonuniy chora ko'rishini so'rayman.